Elektr manti qosqon. Bunaqasini hali ko'rmagansiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Agarda sizlar shu elektr qozonni oladigan bo'lsanglar, oltita sovg'a nima ekanligini bilib olasiz. Eng birinchidan bu qozonni urg'u beradigan joyi funksiyalari bo'lib, qovurma ovqatlar uchun alohida funksiya ishlab chiqarilgan. Undan tashqari suv ovqatlar uchun alohida funksiyalari bor. Ko'rib turganingizdek materiallarni qaranglar, oddiy qopqoqlarni o'zi mustahkam ishlab chiqilgan. Undan tashqari qasqonlarga bitta baho berasiz. Buni qaranglar, qanaqa chuqur, o'zimizning обычный qasqonlar bilan deyarli bir xil, balki undan ham yuqoriroqdir. Endi bu 4 ta qasqonni olib, siz bemalol katta oilaga ham maza qilib ovqatlarni qilaverasiz. Chunki 5 litr bo'lganning hisobiga ancha odamga ovqat chiqadi. Spirallarga ham bitta baho beradigan bo'lsanglar, anchagina katta, ya'ni qovurma ovqat qilasizlarmi, boshqa ovqat qilasizlarmi, keng ob'yomda maza qilib pishiraverasiz. Ana endi mana shu elektr manti qosqonda sizlarga 5 xil ovqat qilib beraman. Ya'ni bitta qozonda 5 xil ovqat. Qani ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek ovqatlarni ham boshlab oldik. Hozir bu qozonda birinchi navbatda tagida no'xat sho'rva qilib olamiz. Undan tashqari mana 4 ta qasqonida 4 xil ovqat bo'ladi. Manti bo'ladi, xonim bo'ladi, dieta ovqati bo'ladi. Undan tashqari to'g'ri chiroyli qilib dimlaymiz. Shu kungacha 2000 ga yaqin qozon sotgan bo'lsak, har xil qozonlarni sotdik. Misol uchun eng birinchi qozonimiz 2 litrli qozondan boshlandi, ya'ni 179 minglik qozon. Endi bu yog'iga katta oilalar uchun bizga ham qozon olib kelib beringlar deganlar uchun katta hajmdagi qozonlarni olib keldik. Qozonimizning litri 5 litr bo'ladi. Aylanasi 32 sm. Endi bu yoqda qasqoni 4 ta bo'ladi. Qasqoniga bitta baho bersanglar, chuqurgina ishlangan. Ko'p hududlarda gaz bo'lmay qo'yapti yoki gaz o'chib qo'yapti. Yoki bir xil joylar gaz balon ishlatadi. Shunaqa holatlarda ana endi qo'rqmasdan mana shu kattagina qozon bilan katta oilada ham maza qilib ovqatlarni qilsanglar bo'ladi. Videolarimizni ko'rishganda qozonlarni qanaqa qilib olsak bo'ladi deb ko'p savol berilyapti. Biz o'zi asosan optimga ishlaymiz, ya'ni endi bu yog'iga ham, donaga ham ishlaymiz. Shuning uchun bizada to'lov oldindan bo'ladi. Ya'ni to'lov qilingan kuni, ertasi kuni BTS pochtadan chiqib ketadi. Bozor kuni bo'lmasa, ya'ni yakshanba kunga to'g'ri kelib qolmasa bo'ldi. Qolgan kunlari ertasi kuni chiqib ketadi. To'lovlar karta orqali bo'ladi. Agarda qanaqa qilib ishonamiz oldindan to'lovda deydigan masala bo'ladigan bo'lsa, Instagramda to'liq obzorlarimiz, to'liq profillarimiz, undan tashqari har xil qozonlar obzorlari ham bo'ladi va undan tashqari aktualniyda Telegram degan joy bor. Telegram gruppamizga o'tib, xohlagan odamdan, ya'ni ochiq gruppa bo'ladi, hech qanaqa yashirin narsa yo'q. Shunchaki gruppaga kirib, bu odamlar ishonchlimi, qozon olsam bo'ladimi deb yozadigan bo'lsanglar, xolis odamlarning o'zlari yozadi. Qozonda no'xat sho'rva va birinchi qasqonda tovuqni dimlaymiz. Undan tashqari ikkinchi qasqonda xonim, uchinchi qasqonimizda bo'lsa kotlet, to'rtinchi qasqonimizda bo'lsa mantilarni qo'ydik. Ana endi mana shu turishda 5 xil ovqatni birdaniga pishiryapmiz. Mana sizga texnologiya. Nevaralar bilan, bola chaqa bilan maza qilib uyda mana shunaqa shirin ovqatlarni qilishga nima yetsin? Ana endi bu qozonlarni sizlar 3 xil turda xarid qilsanglar bo'ladi. Birinchi navbatda menga qasqon kerak emas, qozonni o'zi kerak deydigan bo'lsanglar, qozonni o'zi bo'ladi, 5 litr 32 aylanasi bo'ladi. Narxi 319 ming so'm bo'ladi. Menga ikkita qasqoni bilan kerak deydigan bo'lsanglar, ikkita qasqoni bilan birgalikda bo'ladi. Narxi 449 ming so'm bo'ladi. Ana endi menga to'liq komplekt kerak, sizga o'xshab 5 xil ovqat qilgim kelyapti deydigan bo'lsangiz, mana shu turishi narxi 599 ming so'm bo'ladi. Agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki eng oxirgi modeldagi elektr qozonlarni doim sizlar uchun olib kelib turamiz. 5 xil ovqat pisharmikan deb turgan bo'lsangiz, hozir men sizga bitta ko'rsatib beraman. Birinchi qasqonimizda mantimizda tayyor bo'libdi. Buni qaranglar. Sochchinik bo'lib pishgan. Buni qaranglar. Bola chaqa bilan, navaralar bilan shunaqa go'shtli mantilarni qilib yeb o'tirishga nima yetsin? Xamirlari ham yumshoq chiqqan. Ana endi ikkinchi qasqoniga o'tamiz. Ikkinchi qasqonimizda yumshoq kotletlarimiz pishgan. Qani ko'ryapsizlarmi? 4 ta qasqon bo'lishiga qaramasdan eng tepadagi ovqat ham sochni bo'lib pishgan. Keyingi qasqonimizda xonim tayyor bo'libdi. Buni ham bitta ko'ramiz. Buni qaranglar. Och qoringa ko'rish taqiqlanadi. Bu yoqda bo'lsa bizani yumshoq tovuqlar kutib turibdi. Buni qaranglar. Qani. Voy, buni qaranglar, qanaqa yumshoq bo'lib chiqqan. Xullas tovuqimiz ham sochni bo'lib chiqqan. Bemalol qo'rqmasdan 5 xil ovqatlarni ham maza qilsanglar bo'ladi. Eng muhim joyiga o'tay. Boshida aytib o'tganimdek, agarda sizlar mana shu qozonni oladigan bo'lsanglar,
6 ta narsani sovg'a tariqasida olishingiz mumkin. Ya'ni mana shu ko'rib turgan narsalarning hammasi shunchaki sizlar uchun sovg'a qilib beriladi. Buni nimaligini opajonlarimiz juda ham yaxshi bilasizlar. 599 millik, undan tashqari 449 millik qozonlarimizda 6 ta narsa sovg'aga beriladi. Bittagina 319 millik qozonimizda bo'lsa 5 ta narsa bepulga, ya'ni sovg'a qilib beriladi. Sababi unda qasqon bo'lmagani uchun qasqon tagiga qo'yadigan mana shu narsamizda yo'q bo'ladi. Eng muhimi mana oxirgi etapimizda ovqatimiz chiroyli bo'lib qaynayapti, ya'ni no'xat sho'rvamizda. Buni qaranglar, qanaqa bir qaynab, hamma o'ziga ma'qul bo'lgan ovqatlarni maza qilib yeyveradi. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun shunaqa zo'r tovarlarni doim yetkazib turamiz. Buyurtma berish uchun mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Hozirroq buyurtma beringlar.